Ana, o'xshadimi? O'xshagan bo'lsa bitta like bosib qo'ying-ku. Biz-ku maktablarda shunaqa rasmlar chizib yurardi. Endi siz haqiqiysini haydab yuborargansizda, Dostonboy hoji aka. Haydamagan modelingiz qolmadi-yu. Endi dunyodagi eng tez pikapni bosib yuborsangiz bo'ladi. Tesla Cybertruck emas bu shunchaki Cyberbeast. Tasavvur qilishingiz uchun 2.6 sekundda 0 dan 100 gacha chiqargan. Tasavvur qiling, bu tezlikda oddiy kichkina mashinani o'zida odam ichida o'qib qoladi. Unda konkret tom ketib qolsa kerak. 2.6 sekund va eng noodatiy mashinalardan hisoblanadi. Ham pikap, ham sportkar, ham off-road, ham bilmayman nima qilib ishlatsangiz bo'ladi. Mabodo katta kompaniyalaringiz bo'lsa, o'sha chet elda yo'lga qo'yib yuborishgan takoy hozir bunga eng nakleyka yopishtirish oson bo'lgan mashina-ku. Bunday reklama brendlaringizni yopishtirib qo'yib, shahar ko'chalarida yursangiz ham ishoning brendingizga yaxshigina rolini beradi. Misol uchun o'tbotlarga bannerlagan palov-pul to'lasiz. Endi o'zingizning mashinangizda shu logoingiz bo'ladi. Men bu joyga maza qilaman-da. Bitta bossak ochilyapti. Keyin shtorkasini ochilishini qarang. Gap yo'q. 500 kilometrlar zapas xodi hisoblanadi. Demak, shuni ochilishi ham zo'r bor-ku. Takoy ruchkasi yo'q, knopkani bossak ochiladi. Poli kuzov nerjvekidan hisoblanadi. Aynan mana shu balonda 2.6 sekund shu tez yurishga ham bo'rar ekan. Off-road yo'llarga ham ketib turar ekan. Mashina shunchaki ko'rgan odam tobi ketib qoladi. Nima miyvagansan deb. Shunchaki Cybertruck bilan bu Cyberbeast narxidagi oradagi farqi ham internetdan o'qidim. Bir 30-35 ming dollar deb yozishibdi. 30-35 ming dollar qimmatroq yurar ekan. Bu ham bilasizmi necha kilometr yurgan? Yengidek mashina ekan. 5600 probegati, yengidek. Oddiy Cybertruck o'zini Cyberbeast 1 sekundligini, 2.6ligini emas, o'shani o'zini 125-130 lar sotilyapti adashmasam, lekin bu 5600 kilometr yurgan haqiqiy dunyodagi eng tez pikapni srochniga 135 mingga bosib yuborsangiz bo'ladi. Dostonaga sizda ham pul ko'payib ketgan, ko'p yog'iga bosib yuboring endi mana shunda.